Tadbirkorlikka kirib keladigan yoshlarga o'ta havasim keladi. Faqat ularga bitta narsani aytaman, hech qachon, hech narsadan qo'rqmasdan bugungi O'zbekistonni kelajagiga ishonib, bugungi hukumatimizni har tomonlama yoshlarni, yangi ish boshlayotganlarni qo'llab-quvvatlayotganligiga ishonib, o'zlarini bilimiga tayanib, bemalol ish boshlashlari mumkin deb o'ylayman. Ish boshlashlariga faqat e'tibor qilishlari kerak bo'lgan narsa o'zlari tanlayotgan sohani to'g'ri yoki noto'g'riligini talqin qilib, tahlil qilib bilib olishlari kerak. Kimdir mashina, transport sohasida bilimi kuchli bo'lsa-yu, to'qimachilik sohasini tanlasa, shuncha darajadagi yutuqlarga erishadimi, yo'qmi bilmayman. Masalan, men o'zim to'qimachilik institutiga o'qiganligim uchun to'qimachilik sohasidagi biznesni tanlaganligim mana shu yutuqlarimni asosi bo'lsa kerak deb o'ylayman. Shuning uchun ham har kim o'zini bilimi, dunyoqarashi darajasidagi sohani tanlasa, bu uni eng yaxshi yutug'i bo'ladi.